Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa 4 metrga 1,5 metrlik xonamiz tayyor bo'lgan. Terali sochiladi ham varianti. 10 ta qo'y sig'adi. Xudo xolasa tomlari, ukulonlari orqaga. Xo'p, naveslarni bitta ko'rishlaring mumkin. O'zlaring yem bergan kesalaring. Xo'p, ustilaring yomg'ir o'zlaring ham tushmaydi. Xudo xolasa, o'rtada bitta to'sig'i bo'ladi. Pergalikga 5 ta qo'y bu tarafda, 5 ta qo'y bu tarafda turadi. Ikki chekkada ikkita eshigi bo'ladi. Xo'p, suv idishi chelak mana bunda turadi. O'tsalang xalaqit bermaydi, oxirida kirib ketaveradi. Falgalarga bitta ahamiyat berasizlar. Issiq suvga o'tkazmaydi xudo xolasa. 5 li falga bo'ladi. Oldi 3x2 profil, ramasi 5x3 profil bo'ladi. Ikkovi yoni bilan orqasi to'kasiga konteyner ishlagan. Xo'p, pol taxtalarimiz 32 ga 9. Bilalarga ham ahamiyat berasizlar. Pol taxtalarimiz. Xo'p, yayka bo'ldi bo'ladi. Mana yayka bo'ldi bo'shatib qaytaraverasizlar. Bemalol. Orqa taraflari. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi qo'yxonaning narxi 4 million 200 ming so'm. Xo'p, bunimizga naves chiqqanini hisobiga 1 million 300 ming so'm qo'shilib qolgan. Abisini tom bo'ladigan bo'lsa, 1 million so'm qo'shiladi. Bunga 1 million 300 ming so'm qo'shilgan. Kimga shunaqa qo'yxona nazarli bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yasaveramiz. Yoqqan bo'lsa muqlab ko'rasizlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.